Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xudo xolasa marketing haqida qisqacha gaplashamiz. Marketing o'zi nima? Nimalarga javob beradi? Qanaqa bo'limlari bor? Ko'pchilik marketingda har xil tushunchalar bor, har xil ta'rif berishadi. Ko'plab kitoblarda o'qiganda ham marketing haqida har xil ta'riflar bergan. Philip Kotler kitobida ham marketingni A'dan Zgacha kitobida ham boshqacha. Bir varaq marketingni ham boshqacha. Biznes sohasi bo'yicha ancha yil tajribasiga ega bo'lgan tadbirkorlardan ham turlicha ta'riflar berilgan. Endi qisqacha o'zimizdan shaxsiy tajribalardan olgan kitoblarimizdan kelib chiqqan holatda ta'rif berib o'tamiz. Marketing o'zi nima? Nimalarga javobgar? Xo'p, o'zi ko'pchilik marketingni faqat reklama deb o'ylashadi. Marketing oddiygina faqat reklamadan iborat emas. Ko'plab tadbirkorlarimiz marketing deganda faqat SMM ni tushunishadi. Bo'lib ham SMM desa faqat mablografni deb tushunadi misol uchun. Ya'ni video olib qaysi holatda to'g'ri tadbirkorning ehtiyojini qondiryapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar uchun kontentni yaratib beryapti. Lekin shu inson SMMchi deb qabul qiladi va ko'plab tadbirkorlar shu SMM mutaxassisini marketolog yoki marketing bo'yicha mutaxassis deb qabul qilishadi. Lekin bunaqa emas. Marketing juda ham keng tushuncha. Bitta hikoya bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Bir otaxon bozorga o'zini eski davrlarda, oldingi davrlarda texnikalar bo'lmagan, o'zini eshagi bilan bozorga boradi. Bozorlik qilish uchun va bozorning darvozasi kirish qismiga eshagini boylab bozorlik qilib chiqay deb kirib ketadi. Va yarim soat, 1 soatda qaytib chiqsa, eshagi yo'qmish. Oydod, mana o'sha eshagim yo'qolib qoldi, menimcha o'g'rilar urib ketdi. Yurtimizda ham shunaqalar o'g'rilar chiqibdi deb dod voydo qilayotgan paytda bitta bolachi kelardi, 7-8 yosh atrofida bolaki. "Ha, otaxon, nima bo'ldi?" deb so'raganda, "Meni eshagimni shu yerga qo'yib ketgandim. Yarim soatcha oldin bozorga kirib chiqsam yo'q. Endi nima qilaman? Shuncha yukimni o'zim ko'tarib ketdim shuncha masofaga. Birgina shu eshagim bor, uzog'imni yaqin qiladigan, og'irimni yengil qiladigan faqat shudi. Endi yo'qolib qoldi. Endi nima qilaman?" deb dod voydo qilib turgan paytda otaxonga aytadi. "Otaxon, men topib bersam nima deysiz eshagingizni? Men qidirib topib beraman" degan. Qayerdan toparding? Sen yosh bola bo'lsang, ko'rmagan bo'lsang, u qochib ketgandi, kimdir o'g'irlab ketgandir uni" deb aytadi. Shunda haligi bola, "Xola, siz meni qidirib ko'ring, axtarib ko'rib topishga harakat qilaman" degan. "Bo'pti, bor, topib kel. Topib kelsang, suyunchisi bor" degan. Xo'p bo'ladi deb borib, 15-20 minutda o'sha eshagini orqa tarafdan aylantirib olib keladi. Va o'sha paytda xursand bo'ladi deb o'ylagan endi eshakning xo'jayini. Va u bolani bo'ynidan ushlab, "Sen bola meni eshagimni o'g'irlab ketgansan. Atay yashirib qo'ygan ekansan. Sen mendan pul talab qilmoqchimisan endi yaramas" deganda, "To'xtang aka, otaxon, men sizni eshagingizni o'g'irlab ko'rmaganman. Bo'lmasa sen qayerdan bilding meni eshagim aynan qayerdaligini bilding va borib olib kelyapsan sirasi. Qayerdan bilding?" deganda, u bolaga zo'r javob bergan ekan. Ya'ni men o'zimga savol berdim, agar o'sha eshikning o'rnida men bo'lganimda aynan qayerlarga borardim? Qayerlarda yurishni xohlagan bo'lardim deb savol berdim. Va bilasiz, bozorda orqa tarafida bedazor bor, keng katta maydon. O'sha maydon borligini o'zim bilaman. Va o'sha maydonga borib ko'raychi degan narsa birinchi xayolimga keldi. Va o'sha maydonga aylanib o'tganimda bitta eshik turibdi ekan. U ham bo'lsa siznikidagi aniq bo'ldi. Va o'sha eshikni misol uchun borib yetalab olib kelyapman. Vaholanki haqiqatdan birga borishsa, xuddi shu yerda dala bo'lgan, dalada o'tlab yurgan bo'lgan. Vaholanki bu bilan nima demoqchiman? Bu joyda u bola qisman marketingda instrumentlarni ishlatdi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ya'ni mijozda eshagi yo'q edi, yo'qolib qolgandi. Bu bola misol uchun o'sha mijozni o'rniga o'zini qo'yib ko'rdi, qayerlarda bo'lishi mumkin, nimalar qilayotgan bo'lishi mumkin deb oqtarib, o'sha mijozni ehtiyojini topdi va ikki yosh qisqasi nima qildi? Uchrashtirib qo'ydi. Va bu yerda misol reklama yoki boshqasi ketmadi. Bu yerda marketing instrument ketdi. Ya'ni mijoz bor, bu tarafda misol uchun mahsulot yoki xizmat sotuvchi tadbirkor bor. Va mijoz bilan biznes egasini, xizmatini, mahsulotlarni uchrashtirib qo'yadigan katta bir instrumentda bir marketing desangiz bo'ladi. Endi SMM nima? Ko'pchilik SMM bilan marketingni ajratib birlashtirib bir xil deb o'ylaydi. Qisqacha tushuntirib o'taman. Xo'p, marketing nima, SMM nima? Marketing bu juda katta tushuncha. SMM bo'lsa, uni bir kichik bir bo'lagi desangiz bo'ladi. Ya'ni bu ingliz tilidan olingan bo'lib, social media marketing, ya'ni ijtimoiy tarmoq marketingi. Marketing faqat ijtimoiy tarmoqdan iborat emas, lekin to'g'ri hozirgi paytda katta qismini egallayapti. Chunki sotuvlar qilish oson bo'lib qoldi, mijoz topish ham ancha oson bo'lib qoldi.
ma'lumot ulashish, reklama qilish ham anchagina televideniyadan, banner reklamadan, radiodan anchagina oson, qulay va ommabop bo'lib qoldi. Shu tomonlama ijtimoiy tarmoq, social media marketing bo'limi juda ham yaxshi rivojlanib ketyaptiki, qisqacha aytib o'tgan bo'lsam, SMM bu marketing bitta bo'lagi. Undan tashqari email marketing bor, digital marketing bor, SMS rasulka, SMS targeting xizmatlari bor va juda ham buni an'anaviy marketing juda ham turlari ko'p. Xo'p, SMM esa faqatgina biznesda ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarga javob beradigan bo'lim hisoblanadi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar hozir eng faollari qaysilar? Instagram, Facebook, YouTube, TikTok bo'lishi mumkin. Va shu kabi tarmoqlarda faol tarzda yuritib, biznesda asosiy 3 ta holatda biznesga foyda keltiradi. Ya'ni birinchisi biznesda bor obro'sini ushlab turish, reputatsiyasini, imijini saqlab turish. Ikkinchisi eski mijozlarni qaytarish va ularni ham ushlab qolish. Va uchinchisi biznesga yangi mijozlarni, yangi sotuvlarni, yangi xaridlarni amalga oshiruvchi potensial mijozlarni jalb qilish ham SMM mutaxassisligini SMM menejerga yuklatiladi. Va mana shu SMM, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bo'limida. Endi misol u mijozlar ko'cha-ko'yda bo'ladigan bo'lsa, tashqi reklamalar misol uchun, billboard bo'ladimi, flyer bo'ladimi, tashqi reklamalar. Agar internetga kirmaydigan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, SMS orqali, ya'ni SMS rasulka xizmati orqali bir marta sizga nomerlarni qoldirgan bo'lsa, misol uchun ularga qayta qo'ng'iroqlar orqali sotish xizmati misol uchun, avtodazvon, qo'ng'iroqlar xizmati. Bu ham juda ham agar email qoldirib qoladigan bo'lsa, sizda ijtimoiy tarmoqlar orqali olgansiz va email targeting, ya'ni email marketing ham bor. Faqat O'zbekistonda unchalik ommalashmagan, chunki ko'pchilik emailda faqat qanaqadir bir sahifa ochish yoki PUBG ochish, qanaqadir narsa uchun ishlatishadi. 90% insonlar email akkauntini, hatto parolini ham bilmas ekan. Va bu chet elda juda ham ommalashgan va ishga olinishingiz, ishdan ketishingiz, ishga qabul qilinganingiz va nima desam bo'ladi, ko'plab ma'lumotlaringiz kompaniya tomonidan shu emailingizga, elektron pochta manzilingizga yuborishadi. Va bu orqali ham marketing xizmatlarini sotish, mijozlarning loyalnessini, ishonchliligini oshirish imkoniyati ham bor. Qisqacha aytadigan bo'lsak, bu marketing bu juda katta tushuncha. Bu narsa mahsulotni yaratilmasidan oldin bo'ladigan jarayon. Qanaqa mahsulot chiqaramiz? Kimlar uchun chiqaramiz? Qancha miqdorda, qanaqa holatda sotamiz? Kimlar oladi? Mijozimiz portreti, ideal mijozimiz kim o'zi? Qayerlarda yurishadi? Nimalarni yoqtirishadi? Qanchaga to'lab olishi mumkin? Qanaqa muammolariga yechim bera oladi? Va uni qayerlarda sotamiz? Qaysi holatda sotamiz? Va uni sotganimizdan keyin sotish jarayonimizda mijoz qiynalishi mumkin, to'lim jarayonida. Ya'ni iloji boricha maksimal darajada mijozni qiynamasligimiz kerak. Ya'ni unga borasiz, qanaqadir hujjat topshirasiz yoki nimadir ro'yxatdan o'ting, plastik bizda naqd pul emas, plastik topishingiz kerak. Yo'q, maksimal darajada mijozga to'lov qilishini osonlashtirish kerak. Shu darajada oson qilish kerakki, hattoki sariyog'dan qil sug'uradigan darajada sodda qilingki, to'lov tizimi oson bo'lsin. Chunki etaplar qancha ko'p qiyin bo'ladigan bo'lsa, mijoz to'lash qobiliyati pasayadi va отказ qilish ehtimolligi oshib boradi. Va mana shu narsani ham o'zi bir marketing ichiga kirib ketadi akalar. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, marketing bu reklama qildik, mijoz keldi. Yo'q, mijoz qayerdan kelyapti? Qanday holatda reklama qilib olib kelamiz? Qanday sotamiz? Va sotganimizdan keyin u mijozlarni faqat bir marta emas, doimiy mijozlarga aylantirishimiz uchun ham qanaqa instrumentlar qo'llasak bo'ladi? Va mana shu hammasini hisobga olib qilinadigan ishlarda ketma-ketligini jamlanmasini umumiy holatda marketing desangiz bo'ladi. Qisqacha shunaqa. Bir varaqli marketing kitobida marketingga, PR-ga, sotuvga, promotionga, ommalashtirish haqida nima farqlari bor batafsil juda ham chiroyli misol bilan tushuntirib o'tgan ekan. Keling, shu narsani qisqacha o'qib bersam, yana ham tushunarliroq, soddaroq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, ketdik. Marketing o'zi nima? Agar sizni shahringizda sirkchilar kelayotgan bo'lsa va siz shanba kuni ko'rgazmalar maydonida sirk bo'lib o'tadi soat 17:00 da degan e'lonni ko'rsangiz, bu bilingki, bu reklama. Xo'p, agar siz katta filning orqasida o'sha yozuvni yopishtirilganini butun shahar bo'ylab aylanayotganligini ko'rsangiz, bu promotion.
Agar fil shahar hokimini gulbog'idan o'tib, bog'ni payhon qilsa va bu haqda mahalliy nashrlar yozib chiqsa, bu ommalashtirish. Agar hokim bu jarayonni ko'rib, hazilga olib yoki qanaqadir bir reaksiya bildiradigan bo'lsa, munosabat bildirsa, bu jamoatchilik bilan aloqa, ya'ni PR deyiladi. Agar shahar aholisi kelib, o'sha sizni sirk o'tkazadigan joyingizga kelib, sirkingizni tomosha qilsa, turli xil mahsulotlaringizni, qo'shimcha xizmatlaringizni sotib olsa va sizga pul to'lasa, bu sotuv. Ko'plab insonlar keldi va o'sha xizmatingizga yarasha haq to'lashdi va bu sotuv deyiladi. Agar yuqoridagilarning barchasini yaxshi va etap-etap to'g'ri rejalashtiradigan bo'lsangiz, buni umumiy holatda marketing deb aytsangiz bo'ladi. Mana aziz do'stlar, qisqacha marketing nimalarga javob berishi va qanaqa etaplari bor qisqacha tushuntirib o'tdik. Marketing juda ham katta tushuncha. Shuning uchun SMM bilan yoki qanaqadir kichkina bo'lim bilan adashtirib qo'ymanglar. Bu marketing, bu faqat ijtimoiy tarmoqlar target yoqib qo'yish yoki post joylash degan narsa emas. Marketing bu mahsulotni noldan yaratilishidan tortib sotuvgacha, sotuvdan keyin mijozning ehtiyoj qondirishgacha bo'ladigan barcha jarayonlarda jamlanmasi ekan. Shunaqa gaplar do'stlar, xudo xolasa shu kabi ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun maxsus videoni ulab qo'yamiz. O'sha video orqali ham ko'plab ma'lumotlarda ega bo'lishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.